Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Video chiqarmaganimga ham ancha bo'ldi. Men ikkinchi guruh nogiraniman. Menga pul kerakli bo'lgani sababli ijtimoiy tarmoqdan qulay finansiya degan narsani topdim Instagramdan. Kirsam, ular meni menejerga ulab berdi. Menejerga ulansam, manida Nargiza degan qiz chiqdi. Mana basharasini tanib olinglar. Bu samarqandlik firibgar ekan. Rasmlarini hammasini ko'rib olinglar. Bu bilan telefon orqali yozishdim, onlayn orqali. Yozishganimda sizning kreditingiz allaqachon tayyor. Nega rad qilyapsiz deb yozdi. Men unga pul o'tkazsam qanchada meni kreditim tushadi dedi. U 15-20 daqiqada tayyorlaymiz dedi. Pul o'tkazgandan keyin bloklab yo'qolib ketmaysizmi desam, yo'q. Kreditni olguningizcha men siz bilan oxirigacha bo'laman dedi. Hisob raqamini tashlang dedim. Keyin u menga hisob raqamini tashladi. Hisob raqamini tashlagandan keyin mana o'sha firibgarni pasportini ham ko'rib olinglar. Rajabova Nargiza G'ofurovna ekan. 83-yil ekan. Mana orqasi pasportini. Samarqand shahridan ekan. Men pulni o'tkazib berdim. 350 ming so'm so'ragan edi. Men bu qizga aytdim, kartamdagi oxirgi pulim, men kreditga muhtojligim uchun sizga yozyapman dedim. U hammasini tushirib beraman kreditingizni. 30 million kredit olmoqchi edim deb, keyin qaysi kartaga to'layman dedi. Karta raqamlarimni jo'natdim. Oxiri pulni tushirib olgandan keyin siz nimangizni bankdan o'tmayapti. Boshida menga aytgan edi, mabodo kredit ola olmay qolsangiz pulni qaytaraman deb. Endi meni pulimni qaytarib bermayapti. Ogoh bo'linglar. Bunaqa firibgarlarga sizlar ham aldanib qolmanglar. Hurmatli ichki ishlar, prokuratura xodimlari, ushbu murojaatnomamni ko'rsangiz, Samarqand shahridagilar ariza hisobida mana shu qiz ustidan yozib olib qolinglar. Danlilarini ko'rsatdim, mana pasportigacha ko'rsatdim. Muhtaram Shavkat Miromonovich, iltimos, Markaziy bankdagilarni nazorat qilinglar. Bularga litsenziya berib, bunaqa firibgarlarga oddiy xalqni qarg'ab tashlayapti bular, qaqshatib. Bu qizga murojaatim, agar yarim soatning ichida meni pulimni, kartam raqamimni bilasan, qaytarib bermasang, senga qiyomatga qarzga qoldi. Ilohim, qiyomatda ham qo'lim yoqangda bo'ladi. Eslab qolgin. Firibgarni yaxshi tanib olinglar. Mendan bettar ahvolga tushgin ilohim.